Doğrusu kosmetologlara işanışdan, işanmaslıktan bilmey kaldım. Kanalına girip göresen bir proseduranı mahdidilar lekin posle videosu yok. Başlığı ahırı yok. İstoryasına girsen bütün şahsi hayatı bolup yatıptı. İşletiş gerek şunu dertke. Bunun sebebi чересчур qimmat qo'yib o'tirdilar. Shu uchun bir bargan adam ikkinchi barmaydi. Keyingi sebebi уже birinchi bargan vaqtida har xil protseduralarni sразу ishlaydilar. Klient umuman effekt görmeydi. Sразу ko'p protsedura ishlansa, hech qaysini effekti bo'lmaydi. Shu uchun ham keyingi safar уже u kosmetologga barmaydilar. Shu uchun ham poslesini olib bilmaydilar, natijalar bilan bo'lishib bilmaydilar. Yana bir narsa, endi xalq bilsin, obunachilarim bilsin, nechik proseduralarga umuman effekt bermeydi, una pul chiqarib o'tirmasinlar. Buni ham bir ochiqcha aytali. Kosmetologiyada bashuning protseduralar, ularni men ham ishlab ko'rganman o'z vaqtimda. Effekt bermaganligi uchun, zirya birovni pulini olib bilmaslik uchun, o'zim vaqtimni ham yetirmaslik uchun уже ularni ishlamay qo'yganman. Bu birinchi protsedura bo'ladi. Tonalniy krem, 1 yillik tonalniy krem, 6 oylik tonalniy krem deb ishlanadi. Klientning yuzuna umuman effekt bermaydi. Buni o'rnidan желтый piling etsa bo'ladi. Hozirgi faslda желтый piling etsa bo'ladi. Bir qat terisi tushib, toza teri chiqadi. Bemalol tonalniy kremsiz yursalar bo'ladi. Unga ham aksiya qo'yib beramiz. Keyingi protsedura karbon piling protsedurasi va bu yuzdagi poralarni qisqartirib beradi deb ishlanadi, lekin bu ham umuman effekt bermaydi. Buni o'rnidan dermapen, fraksionniy mezoterapiya apparat yordamida yuzda vitamin olganlar yaxshi. Bu protsedura ham aksiya qo'yib beraman. Uchinchi protseduramiz bu vibromassaj deb chiqadi. Vibromassaj ham effekt bermaymi? Endi bu effekt bermaydi, nechun u qizdirmaydi. Yo'q, qachon eriydi? Issiqlik bo'lsa, ichana issiqlik o'tsa, shunda eriydi. Demak, vibromassajni qizdirmaydi, ona effekti o'cha bo'lmaydi. Qizdirmaydi, ona effekt bermaydi. Qizdiradi, ona effekt beradi. RF lifting, kavitatsiya bilan birga ishlanishi kerak. 3 xil, 4 xil nasatga ishlansa, shundagina effekt beradi karin massaj. Yog' erigandan keyin uni haydab chiqarish uchun обязательно suyuqlik kerak organizm uchun. Shu uchun biz 10 massajga 2 lipolitik besplatni qo'yib. Конечно, massaj qilgandan keyin lipolitikani pul to'lasi kelmaydi hech bir odam. Massaj narxi 100 ming so'm. 100 ming so'm. Ina obunachilar, agarda bundan ham zo'r effekt kerak, men polni olacakman desa, nima tavsiya berasiz? Monjaro protsedurasi. Bunga ham aksiya qo'yibmiz. Bundan boshqasini tavsiya bermaysiz. Effekt bermaydigan narsa behudadan tavsiya etib o'tirib bo'lmaydi. Endi hamma protseduralarni bir boshdan skidga qo'yali, hech bo'lmaganda bir hafta. Bir hafta qo'yib beramiz. Smash lifting protsedurasini $50 qo'yamiz. Mikrotok, RF lifting, LED maskani 100 ming so'mga qo'yib beramiz. Mikroigalchatini 500 ming so'mga qo'yib beramiz. Keyin massaj 100 ming so'm shu. Manzilimiz Urganch Raycenter ko'chasida joylashgan Roma apteka, Abbos aptekalar qatori Do'g'rimizda Sulton Maryam restorani, Palma do'konlar, ina DM estetik deb yozilgan. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni maksimalni hammaga yuborib qo'yamiz. Doğrusu kosmetologlara işanışdan, işanmaslıktan bilmey kaldım. Kanalına girip göresen bir proseduranı mahdidilar lekin posle videosu yok. Başlığı ahırı yok. İstoryasına girsen bütün şahsi hayatı bolup yatıptı. İşletiş gerek şunu dertke. Bunun sebebi чересчур qimmat qo'yib o'tirdilar. Shu uchun bir bargan adam ikkinchi barmaydi. Keyingi sebebi уже birinchi bargan vaqtida har xil protseduralarni sразу ishlaydilar. Klient umuman effekt görmeydi. Sразу ko'p protsedura ishlansa, hech qaysini effekti bo'lmaydi. Shu uchun ham keyingi safar уже u kosmetologga barmaydilar. Shu uchun ham poslesini olib bilmaydilar, natijalar bilan bo'lishib bilmaydilar. Yana bir narsa, endi xalq bilsin, obunachilarim bilsin, nechik protseduralarga umuman effekt bermeydi, una pul chiqarib o'tirmasinlar. Buni ham bir ochiqcha aytali. Kosmetologiyada bashuning protseduralar, ularni men ham ishlab ko'rganman o'z vaqtimda. Effekt bermaganligi uchun, zirya birovni pulini olib bilmaslik uchun, o'zim vaqtimni ham yetirmaslik uchun уже ularni ishlamay qo'yganman. Bu birinchi protsedura bo'ladi. Tonalniy krem, 1 yillik tonalniy krem, 6 oylik tonalniy krem deb ishlanadi. Klientning yuzuna umuman effekt bermaydi. Buni o'rnidan желтый piling etsa bo'ladi. Hozirgi faslda желтый piling etsa bo'ladi. Bir qat terisi tushib, toza teri chiqadi. Bemalol tonalniy kremsiz yursalar bo'ladi. Unga ham aksiya qo'yib beramiz. Keyingi protsedura karbon piling protsedurasi va bu yuzdagi poralarni qisqartirib beradi deb ishlanadi, lekin bu ham umuman effekt bermaydi. Buni o'rnidan dermapen, fraksionniy mezoterapiya apparat yordamida yuzda vitamin olganlar yaxshi. Bu protsedura ham aksiya qo'yib beraman. Uchinchi protseduramiz bu vibromassaj deb chiqadi. Vibromassaj ham effekt bermaymi? Endi bu effekt bermaydi, nechun
bo'lmasa u qizdirmaydi. Yo'q, qachon eriydi? Issiqlik bo'lsa, ichana issiqlik o'tsa, shunda eriydi. Demak, vibra massajni qizdirmaydi, uni effekti uncha Yo'q, bo'lmaydi. qizdirmaydi, uni effekt bermaydi. Qizdiradi, uni effekt beradi. RF lifting, kavitatsiya bilan birga ishlanishi kerak. 3 xil, 4 xil nasabga ishlansa, shundagina effekt beradi karin massaj. Yog' erigandan keyin uni haydab chiqarish uchun обязательно suyuqlik kerak organizm uchun. Shuning uchun biz 10 massajda 2 lipolitik besplatni ko'rib. Конечно, massaj qilgandan keyin lipolitikdan pul to'lasi kelmaydi hech bir odam. Massaj narxi 100 ming so'm. 100 ming so'm. Ina obunachilar, agarda bundan ham zo'r effekt kerak, men polni alacakman desa, nima tavsiya berasiz? Monjaro protsedurasi. Bunga ham aksiya ko'pmiz. Bundan boshqasini tavsiya bermaysiz. Effekt bermaydigan narsa behudadan tavsiya etib o'tirib bo'lmaydi. Endi hamma protseduralarga bir boshdan skidka qo'yali, hech bo'lmaganda bir hafta. Bir hafta qo'yib beramiz. Smart lifting protsedurasini $50 qo'yamiz. Mikrotok, RF lifting, LED maskani 100 ming so'mga qo'yib beramiz. Mikroigalchatini 500 ming so'mga qo'yib beramiz. Keyin massaj 100 ming so'm shu. Manzilimiz Urganch Ray Center ko'chasida joylashgan Roma apteka, Abbos aptekalar qatori to'g'rimizda Sulton Maram restorani, Palma do'konlar, ina DM estetik deb yozilgan. Telefon raqam profillarini qoldiramiz. Bu yangilikni maksimalni hammaga yuborib qo'yamiz.